shogird ustozidan, qul xo'jayindan ustun turmaydi. Shuning uchun shogird ustozidek, qul xo'jayindek bo'g'iniga qanoat qilsin. Ular uyning beshi bo'lgan meni, jinlarning podshoyi shayton deb atagan yerda, uyning a'zolari bo'lgan sizlarni texmi zo'r haqorat qilmamdi. Biroq bundoqlardan qo'rqmanglar. Chovsi chitqi yeyilmaydigan hech qanday yo'shirin ish, oshkorlanmaydigan hech qanday maxfiyatlik yo'qdir. Mening sizlarga maxfiy aytganlarimni sizlar ochiq oshkora aytaveringlar. Quluqinglarga pichirlab aytganlarimni xalqi olamga chaqarlanglar. Teninglarni o'ltirsimu, jininglarni olamaydiganlardan qo'rqmanglar. Aksicha, teninglarni jininglarni do'zaxda halok qilalaydigan Xudodan qo'rqinglar. Ikki qushqochni bir tangaga setib olg'ili bo'lsa-mu, lekin arishdiki otanglar bilmay turib, ulardan birsimu yerga tushmas. Sizlarga kelsak, hatto sizlarning har bir tol chechinglarningmi hisobi bor. Shundoq ekan, qo'rqmanglar. Chunki sizlar Xudo uchun nurg'ulg'an qushqochdinmi qimmatlikda. Ko'pchilik oldida meni e'tirof qilganlarni menmu arishdiki otamning oldida e'tirof qilaman. Biroq ko'pchilik oldida meni rad qilganlarni menmu arishdiki otam oldida rad qilaman.